Bu video hamma uchun ham qiziq bo'lmasligi mumkin, lekin sotayotgan mahsuloti sifatli bo'lishini xohlagan do'konchilar, o'rnatganda ishonchli bo'lishini xohlagan usta akalarimiz va xarid qilayotganida o'sha mahsuloti puliga yarasha ko'plab vazifalarni va uzoq muddat xizmat qilishini xohlagan uy egalari uchun albatta qiziq bo'ladi. Navbatdagi yangiligimiz bu hozirgi kunda juda ham ko'plab obyektlarda montaj qilinayotgan ustalarning ishini tez va sifatli bo'lishiga yordam berayotgan, uy egalarini bo'lsa ortiqcha xarajatlardan qutulishiga va albatta joydan ham tejashga yordam berayotgan, Akoterm ko'rgazmasida rostmana ko'pchilikning qiziqishiga sababchi bo'lgan zamonaviy boosterlarimiz, ya'ni Lavato brendiga tegishli bo'lgan. Bunda o'rtoqlar kompakt modelimizda ko'pchilik biladi, oldin 25 va 32 rezbalar bor edi bizda. Endilikda esa buni 40 rezbasi ham keldi. Bu yerda mana ko'rsatib o'tamiz. Birinchisi bu, ya'ni primoy to'g'ri varianti bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi esa mana ko'rayotganinglardek trixadovoyli varianti bizda hozirda kelgan. Qo'shimchasiga bizda kompakt modellari uchun mana bunaqa ko'rib turganinglardek maxsus rakerlar va mana bunaqa bachoniklar kelgan. Ya'ni komplektida chiqadi va bu o'ylaymizki, ustalarimizga montaj jarayonida ishlarini tez va yana osonlashishiga o'z hissasini qo'shadi. Bu mahsulotlarimizni o'lchamlari va narxlari bo'yicha to'liq ma'lumot olish uchun menejerlarimizga murojaat qilsangiz bo'ladi yoki bo'lmasa ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarimiz orqali bizga yozsangiz to'liq ma'lumot berib o'tamiz. Bu videoni ishonchli brenddan sifatli mahsulotni xarid qilishni xohlagan barcha yaqin tanishlarga ulashib qo'yasizlar. Sahifamizga obuna bo'lib qo'ysanglar, shunaqa yangiliklarimizni e'lon qilib joylab boramiz.